Assalomu alaykum. Men hozir Facebook do'konidaman va bu yerda ruchkalarda obzor qilib chiqamiz. Bu do'konda juda ham assortiment ko'p. Menimcha Farg'onada nomer 1 bo'lsa kerak. Hozir nimadan boshlashni ham bilmayman. Ayniqsa oxirida obzor qiladigan ruchkalarim ko'z ko'rib quloq eshitmaganlaridan bor. Harry Potter muxlislari uchun shunaqa tayoqchalar. Chaligi meva va sabzavotlilari bor ekan. Rog'ligi, patligi, junligi, avtomatli o'qi, samolyot, samokat, tennisligi bor ekan, keyin bunaqa Remboni pichog'i bor ekan, Xitoycha jummo'ni qilichi, keyin mana bunaqa Sauronning qilichi, pomadaligi bor ekan. Yana bir allambalo suyigli ruchkalar bor ekan, shpritsliklari bor ekan. Kaktuslik, bagetlik, o'tin shaklidagisi, bu ham ruchka ekan. Kapsula ochiladi. Ruchka qilib yozsangiz bo'laveradi. Keyin yana yig'ishtirib qo'yaverasiz. Degan lineykali ruchkalar, gugurt shaklidagisi bor ekan. Bunaqa yonadigan ruchkalar bor ekan. Men o'sini bilmadim nima deb nomlashdi. Qulfli ruchkalar, lazerda yonadigan ruchkalar, gazli ключ shaklidagisi bor ekan. Kanslerskiy nож shaklidagisi bor ekan. Bunaqa katta ruchka ham bor ekan. Assortiment juda ham ko'p ekan. Xullas o'zingizlar kelib ko'rsanglar, yana ham zo'r bo'ladi. To'kuradiganlar ham bor ekan.